Ayollar, quloq sol do'stim. Ayollar bunchalik tez charchashmaydi, taslim bo'lmaydi, voz kechmaydilar. Qalbini bergan insonni hammadan va har narsadan ko'proq qadrlaydilar. Yaqinlari uchun kurashishni va hatto jang qilishni yaxshi biladilar. Masalan, ularning yaqinlariga doir bo'lsa, har narsaga tayyor turar va bir on bo'lsa ham ikkilanmaydilar. Sen uchun hamma narsa bilan kurashadilar. Baxti uchun hamma imkonni sinab ko'radilar. Sen uchun hatto dunyoni yelkasiga ko'tarar, charchadim demaydilar. Bularning hech biriga qaramay, bir ayol senga charchadim desa, bilginki, uni shafqatsizlarcha yaralagansan va parchalagansan. Va shuni ham unutmaginki, agar bir ayolni manfaatsiz, sababsiz uni va u ekani uchungina chin dildan ishq uchun seva olsang, dunyo ranglari asta sekin jonlanganini ko'rasan. Chunki manfaatsiz sevgiga ishonch hosil qilgan ayol bir erkakning butun dunyosini jilovlantiradigan yurak va sevgiga egadir. Sizlarga tavsiya: ayollarni ranjitmang. Chunki ayollar sizga Allohning omonatidir. Allohning omonatiga munosib tarzda egalik qila olmagan inson Allohga buning hisobini qanday beradi? Kuchli ayollar. Kuchli ayol kim? Har narsani ko'rgan va boshidan kechirgan ayol kuchli ayoldir. Chunki u ayolning boshdan o'tkazmagan kechinmalari qolmagan. Ammo hanuz oyoqda tik turibdi. Ayol kuchni boshdan kechirgan mashaqqatlaridan oladi. His etgan har bir azobi, olgan har bir zarbasi, ko'rgan har bir soxta yuzi va oqlanmagan ishonchi jonini yondiribgina qolmay, uni kuchli ham qiladi. Va bir kun kelib, his etadigan azobi qolmaganida tamoman kuchli ekanini anglaydi. Hozirgi kungacha kuchli ayollarning hech biri kuchli bo'lishni o'zlari tanlamagan yoki hayot uni kuchli bo'lishiga majbur qilgan. Atrofidagi insonlar uni mana shu holatga keltirgan. Hayotiga qanday tarzda aloqador bo'lgan insonlar yoki hodisalarning qoldirgan izlari ayolni kuchga itargan yo'l xaritasi bo'ladi. Azoblari va armonlarini ta'qib qilgancha u yo'llarni yod oladi va ayni yo'llardan ortiq taraddudsiz o'tmaydi. Ayol uchun har bir yo'qotish bir nasihat, har bir yosh bir boshlang'ich, har yiqilish esa yangi bir davrdir. Chunki ayol har narsani yo'qotishlar orqali o'rganadi va bir kun yo'qotganidan, hech narsani yo'qolmaganida qo'rquv hech narsani qo'lga kiritishda yordam bermasligi, qayg'urish hech narsani o'zgartirmasligi va faqatgina tuyg'ularga ko'ra harakat qilish hech narsani qaytarmasligini o'rganadi. Va hayot qarshisiga ikki tanlovni chiqaradi. Yoki kuch bo'ladi, yoki hayotdan ayriladi. Agar sizga munosib bo'lgan va sizni qadrlaydigan insonlar bilan yashashni istasangiz, kechinmalaringizdan xulosa chiqaring va qabul qilib, yengilib, mavh bo'lish o'rniga kuchli bo'lib, hamma narsani tuzata olish uchun yanada jasur bo'ling. Qo'rqoq emas, kuchli bo'ling. Chunki ayol kuchli bo'lgan sari boshqariladigan emas,
boshqaradigan, ko'r ochiq emas, hamma narsani ko'ra oladigan, ezilgan emas, voz kecha oladigan inson bo'ladi. Uni aldash va u bilan ko'ngilchoqlik qilish ortiq imkonsizdir. Iplar tamoman uning qo'liga o'tadi. Hayotiga kirmoqchi bo'lgan insonlar uni yoki haqiqatdan sevadi, yoki hayotiga umuman kirmaydi. Unutmang, kuchli ayollarni osonlikcha qo'rqitolmaysiz, chunki ular hech kimdan madad kutmaydilar. Mustaqil harakat qilishni yaxshi biladilar. Kuchli ayollar osonlikcha aldanmaydilar, chunki ular samimiyat ham, jiddiylik ham nima ekanini yaxshi biladilar. Hammaga ham ishonib ketavermaydilar. Kuchli ayollar arzimas narsani deb yig'lamaydilar, chunki ular o'tirib yig'lash o'rniga voz kechib hayotda davom etishni tanlaydilar va kuchlarini tabassumlaridan olayotganlarni bildiradilar. Kuchli ayollar osonlikcha yengilmaydilar, chunki ular bir marta yo'qotadilar va ortiq yo'qotmaslikni o'rganadilar. Endi esa bir qarorga kel. Yoki sen ham kuchli bo'lib hayoting va unda bo'lganlarga yo'l ochasan, yoki soddalikda davom etib hayotingning oqimida mavh bo'lasan. Qaror sendan. O'zingni o'ylash vaqti keldi. Qayerdasan? Yaxshilik ortidan quvyapsanmi? Yo'qsa loyiq bo'lmaganlarni baxtli qilish bilan ovoramsan hanuz? Qachon o'zingni azoblashni bas qilasan? Qabul qil. Ortiq nima qilsang ham ba'zi insonlarga baxt baxsh eta olmaysan. Insonlarni boricha qabul qilishing kerak va endi o'z baxtingga e'tibor qaratishing darkor. O'zingga bir nazar solib ko'r. Hammani baxtli qilishga urinding. Xo'sh, nima bo'ldi? Qadringni bildilarmi? Seni baxtli qildilarmi? Ko'z yoshlaringni artdilarmi? Avvalgi davr o'z nihoyasiga yetdi. O'zing haqingda o'ylash vaqti keldi. Sen loyiq bo'lmaganlar uchun yetarlicha harakat qilding. Endi seni biroz bo'lsa ham sevadiganlar sening uchun harakat qilsinlar. Qayg'urma. Alloh hammasini ko'ryapti. Sen nimalarni yashaganingni ham, ular nima qilganini ham. Sen xotirjam bo'l. Jazosiz qoladigan hech qanday nohaqlik yo'qdir. Sen Allohga havola qil. Intiqomingni unga topshir va omonat qil. Kanalga obuna bo'ling. Aziz ayollar, siz uchundir barcha manfaatli tavsiyalar.